Bu uyga obsotarga berishim kerak edi, lekin xalq mazza qilsa 117 ming dollarga qabul qilib olinglar do'stlar. 4,5 sotuvdan iborat tayyor hovlimizda sotilyapti. Manzilga keladigan bo'lsa, Toshkent shahar Sergeli tumani, mana qaranglar. Hovlimizni zo'r, Sergelining ichkarisini sirasi aytib qo'yaman, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Afsuslanmaysizlar, joyiga o'shachu puliz bo'lsa 117 ming bosib yuboradigan joyi. Mana oshxonamizni qaranglar. Oshxonamiz kattaligiga e'tibor beryapsizlar. Qo'shimchasiga buni yonidan ham eshigi bor ekan, ko'ryapsizlar. Bu yoq tarafdan ham endi darshi o'tiramiz. Qo'limizni bitta xonaga hisoblaydigan bo'lsa, bu yog'iga o'tganimizda qaranglar, bu yog'imiz bitta spalni xonasi bo'lyapti. Uy narxi arzonligida shunday ofisdan o'rnimdan turdim, yugurib keldim obunachilik uchun. Mana shu videoni chiqarmasam bo'lmaydi deb. Xullas mana obsotar emas, foydalanib qolinglar-da. Bemalol o'zinglar uchun yashash uchun hozir 117 mingga unaqa uy yo'q-da, bunaqa hovli yo'q. Согласитесь? Согласны bo'lganlar, rozi bo'lganlar, ha deydiganlar bitta like bosib, kommentariyada olov bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Obuna bo'lmaganlar bizning kanalga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar, ko'ryapsizlar qanaqa uylarni chiqaryapmiz. Narxlar qimillaganga yarasha biz baribir ham arzon-arzonlarni qo'yib boryapmiz, saralab. Kimgadir uy olish, sotishda yordam kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Telegram kanalga ham o'tib olaverasizlar. Bu yog'imiz mana zal bo'lyapti. Umumiy maydoni 4,5 sotuvdan iborat. Mana hovlimiz uglovoy joyda tushgan. Manziliga keladigan bo'lsa, qaranglar hovlimizni ham qo'shimcha podvali ham bor. Mana bitta ko'rayotganinglarda letniy oshxonalari ham mavjud. Manziliga keladigan bo'lsa, o'sha Qo'shqo'rg'on mahallasini biladiganlar biladi. Ya'ni GM zavodini bilasizlar, Qumarovdagi o'shani shundoq ro'parasidagi mahalla bo'lyapti. E'tibor uchun rahmat.